Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiya ishlarini hal qilib yurgan farzandlar. Bugun men juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki pensiyani qayta hisoblash faqat og'zaki aytilgan ma'lumot bilan emas, faqat tasdiqlovchi hujjat bo'lsa hisoblanadi. Ya'ni men shu yerda ishlaganman. Menda shuncha staj bor edi. Mening qaramog'imda odam bor. Men avval yuqori oylik olganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat bo'lmasa pensiya jamg'armasi ko'p holatda qo'shimcha haqni hisoblay olmaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki bugun hujjatni vaqtida tekshirib qo'ymasangiz, ertaga oyma-oy olishingiz mumkin bo'lgan pulni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha eng kerakli masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Odam pensiyaga chiqadi yoki allaqachon pensiya olayotgan bo'ladi. Keyin o'zining ish staji ko'p bo'lganini, ayrim yillarda yuqori oylik olganini, zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganini, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borligini aytadi. Nega menga qo'shimcha hisoblanmayapti deb so'raydi. Men birinchi navbatda bitta savol berman. Buni tasdiqlovchi hujjatingiz bormi? Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mehnat daftarchasi, buyruqlardan ko'chirma, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi spravka, harbiy xizmat hujjati, o'qish davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnoma, bolani parvarish qilganlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, qaramog'idagi shaxs bo'yicha hujjatlar. Korxona yopilib ketgan bo'lsa, hujjat arxivga topshirilgan bo'lishi kerak edi. Lekin amalda hamma korxona ham hujjatni to'g'ri topshirmagan. Ayrim arxivlarda ma'lumot to'liq emas. Ayrim joylarda ism, familiya xato yozilgan. Tug'ilgan sana mos kelmaydi. Lavozim nomi noto'g'ri ko'rsatilgan. Hozir esa tizim ancha elektronlashdi. Ayrim ma'lumotlar idoralararo elektron almashinuv orqali olinadi. Masalan, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumot, ayrim ish davrlari, soliq va sug'urta badallari bilan bog'liq ma'lumotlar bazalarida ko'rinishi mumkin. Lekin bu hamma davr va hamma holat avtomatik ko'rinadi degani emas. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, maktab, shifoxona, tuman korxonalari, tugatilgan tashkilotlarda ishlagan davrlar ko'p hollarda alohida hujjat bilan tasdiqlanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun o'zgarishning mazmuni shuki, bugun davlat organi faqat mavjud va tasdiqlangan ma'lumot asosida hisob-kitob qiladi. Agar ma'lumot elektron bazada bo'lmasa yoki qog'oz hujjat bilan tasdiqlanmasa, u davr pensiya miqdoriga qo'shilmasligi, qo'shimcha ustama berilmasligi yoki qayta hisoblash rad etilishi mumkin. Bu pensionerga nisbatan ishonmaymiz degani emas. Bu hisob-kitob tartibi shunday degani. Avvalo, men eng muhim qoidani aytaman. Pensiya va unga qo'shimcha to'lovlar aniq asosga tayanadi. Asos bo'lsa hisoblanadi. Asos bo'lmasa, hatto siz haq bo'lsangiz ham tizim pulni avtomatik qo'shib bermaydi. Shuning uchun hujjat masalasi faqat pensiyaga chiqayotgan odamning muammosi emas, balki pensiya olayotgan odamning ham doimiy nazorat qiladigan masalasi. Kimlar albatta xavotir olib hujjatlarni tekshirishi kerak? Birinchidan, mehnat faoliyatining bir qismi 1990 yillar, 1990 yillar yoki undan oldingi davrlarga to'g'ri kelgan fuqarolar. Chunki o'sha davr ma'lumotlari ko'pincha faqat mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlari orqali isbotlanadi. Ikkinchidan, bir nechta korxonada ishlaganlar. Masalan, 5 yil zavodda, 3 yil savdoda, 2 yil maktabda, keyin fermer xo'jaligida ishlagan bo'lsa, har bir davr alohida tekshirilishi kerak. Uchinchidan, korxonasi yopilib ketgan yoki nomi bir necha marta o'zgarganlar. Bugun Paxtakor qurilish stressli bo'lgan tashkilot ertaga boshqa nomga o'tgan, keyin tugatilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda arxiv qidiruvi zarur bo'ladi. To'rtinchidan, ayollar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Bola parvarishi davri, dekret davri, ishga qabul va ishdan bo'shash buyruqlari, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar muhim. Masalan, ayol qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida eski familiya, pasporti yangi familiya. Agar bog'lovchi hujjat bo'lmasa, ayrim davrlarni tasdiqlashda savol tug'ilishi mumkin. 5-dan, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligini aytib qo'shimcha to'lov talab qilayotganlar. Bu yerda ham men onamni boqaman,
nabiram men bilan yashaydi. Turmush o'rtog'im ishlamaydi degan gapning o'zi yetmaydi. Qaramog'ida ekanini, mehnatga layoqatsizligini, qarindoshlik aloqasini, yashash va ta'minot holatini tasdiqlaydigan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Har bir holatda talab qilinadigan hujjat turi farq qiladi. Kimlar nisbatan xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning butun ish stajingiz elektron tizimlarda to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, ish beruvchilar rasmiy bo'lgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar bazada mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangizda yozuvlar to'liq va xatosiz bo'lsa, qo'shimcha ustama uchun kerakli hujjatlar topshirilgan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin shunda ham men har bir pensionerga pensiya ishini kamida bir marta tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan bitta kichik xato ham pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Abdulla aka 62 yoshda pensiyaga chiqqan. Mehnat daftarchasida 35 yil ish staji bor deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 1997 yildan 1932 yilgacha ishlagan korxonadagi yozuvda muhr aniq emas, buyruq raqami ko'rsatilmagan. Korxona nomi qisqartirib yozilgan. Pensiya jamg'armasi bu 5 yilni darhol qabul qilmasligi mumkin. Agar Abdulla aka arxivdan haqiqatan ham falon sanadan falon sanagacha ishlagan, lavozimi falon, buyruq raqami falon degan ma'lumotnoma olsa, bu davr hisobga olinadi. Agar olmasa, pensiya miqdori kamroq chiqishi mumkin. Faraz qiling, shu 5 yil qo'shilsa, pensiya oyiga 1,5 ming so'mga oshishi mumkin. 1 yilda bu 1 million 800 ming so'm. 5 yilda esa 9 million so'm bo'ladi. Demak, bitta arxiv hujjati oddiy qog'oz emas, real pul degani. Yana bir misol. Malika opa 20 yil maktabda ishlagan. Keyin 6 yil bolalar bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishlagan. U pensiya olayotganda ayrim davrlar hisobga kiritilmaganini sezadi. Sababi bolalar tug'ilganligi to'g'risidagi guvohnomalar, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi va ish joyidagi buyruqlar to'liq topshirilmagan. Malika opa axir hamma biladi, men shu maktabda ishlaganman deydi. Lekin pensiya hisob kitobda hamma biladi degan mezon yo'q. Hujjat bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. U hujjatlarni jamlab topshirgandan keyin pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 3-misol. Rustam aka zararli sharoitda ishlaganini aytadi. Masalan, issiq sexda kimyoviy modda bilan shaxtaga yaqin sharoitda yoki og'ir ishlab chiqarishda ishlagan. Bunday holatlarda faqat zavodda ishlaganman deyish yetarli emas. Lavozim, ish joyi, ish sharoiti, tegishli ro'yxatga kirishi, buyruqlar, ish haq hujjatlari, mehnat daftarchasi yozuvlari va arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Chunki bir zavodning o'zida kimdir buxgalter bo'lgan, kimdir qorovul bo'lgan, kimdir haqiqatan zararli sexda ishlagan. Ularning pensiya huquqi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun lavozim nomi juda muhim. 4-misol. Bir pensioner qaramog'imda nogiron farzandim bor. Nega qo'shimcha to'lov yo'q deb murojaat qiladi. Men undan nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, farzand bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi tug'ilganlik guvohnomasi, birga yashash yoki ta'minot holati bo'yicha hujjatlar bormi deb so'rayman. Agar bu hujjatlar topshirilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha haqni avtomatik bilib hisoblamaydi. Tizimda nogironlik ma'lumoti ko'ringan taqdirda ham qaramog'ida ekanlik alohida masala bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner o'zi ariza bilan murojaat qilishi va asoslovchi hujjatlarni ilova qilishi kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato, odamlar mehnat daftarchasi bo'lsa, hammasi hal bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, mehnat daftarchasi juda muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q bo'lsa muammo. Buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa muammo. Muhr o'qilmasa muammo. Korxona mehnat daftarchasida boshqa, arxivda boshqa bo'lsa, yana tushuntirish kerak bo'ladi. Ikkinchi xato, arxiv ma'lumotnomasida faqat ishlagan degan umumiy gap bo'lishi. Ba'zi holatlarda ish davri aniq sanalar bilan ko'rsatilishi kerak. Qaysi kundan qaysi kungacha, qaysi lavozimda, qaysi buyruq asosida. Agar ish haqi pensiyani qayta hisoblashga ta'sir qiladigan bo'lsa, oylik ma'lumotlari ham alohida kerak bo'ladi. Masalan, odam avval yuqori oylik olgan davrini hisobga kiritmoqchi. Buning uchun falon yillarda ishlagan degan ma'lumot yetmasligi mumkin. Aynan ish haqi miqdori ko'rsatilgan hujjat kerak bo'ladi. 3-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sanadagi farqlar. Men amaliyotda juda ko'p ko'rganman.
Bir hujjatda Muhammadjon, boshqasida Mamatjon. Bir joyda o'g'li yozilgan, boshqa joyda yozilmagan. Tug'ilgan sana bir hujjatda 1959 yil 12 mart, boshqasida 1959 yil 20 mart. Bunday farqlar kichik ko'rinsa ham pensiya ishida katta savol tug'diradi. Buni tuzatish uchun fadey hujjatlari sud orqali faktni belgilash, arxivdan aniqlashtirilgan ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Guvohlar bilan tasdiqlash hamma joyda ishlamaydi. Ayrim odamlar ikkita hamkasbim bor, ular guvohlik beradi deydi. Guvohlik ba'zi holatlarda yordam berishi mumkin, lekin pensiya hisoblashda asosiy kuch baribir rasmiy hujjatda. Ayniqsa ish haqi miqdori guvoh bilan tasdiqlanmaydi. Chunki odamning qancha oylik olganini faqat buxgalteriya hujjati, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi ko'rsatish kerak. 5-nozik jihat. Hujjatni topshirgan kundan boshlab hisoblash masalasi. Ko'pchilik men bu huquqqa 3 yil oldin ega bo'lganman, endi topshirdim, hammasini orqaga qaytarib bering deb o'ylaydi. Amalda ko'p qo'shimcha to'lovlar ariza va hujjatlar topshirilgan vaqt bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni siz hujjatni bugun topshirsangiz, qo'shimcha hisoblash ham belgilangan tartibda bugungi murojaatdan keyin amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, huquqingiz bo'lsa kutmang. Hujjatni yig'ing va darhol murojaat qiling. 6-nozik jihat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim ustama va qayta hisoblash masalalari boshqacha tartibda ko'rilishi mumkin. Masalan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan odamning keyingi staji, to'langan badallar, qayta hisoblash muddati kabi masalalar alohida qoidalarga bog'liq. Qo'shnim ishlamaydi, unga qo'shildi. Menga ham qo'shilsin deyish to'g'ri emas. Har bir fuqaroning pensiya ishi individual hisoblanadi. 7-nozik jihat. Bank kartaga tushayotgan summa bilan pensiya tayinlash hujjatidagi summa farq qilishi mumkin. Ba'zan ushlab qolishlar, aliment, qarzdorlik, kredit majburiyati yoki boshqa ijro hujjatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga kam tushyapti degan odam avval pensiya jamg'armasidan tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot olishi, keyin bank tushumlarini solishtirishi kerak. Qo'shimcha haq hisoblanmagan yoki hisoblangan puldan ushlab qo'linyaptimi? Buni ajratish zarur. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. O'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSS shir, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, farzandlar hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomalari. Arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi spravkalar, mukofot yoki unvon hujjatlari, qaramog'idagi shaxsga oid hujjatlar. Bularni papkaga solib, nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni varaqlab har bir yozuvni tekshiring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan chiqqan sana bormi? Buyruq raqami bormi? Muhr bormi? Lavozim aniq yozilganmi? Korxona nomi to'liqmi? Agar biror yozuv shubhali bo'lsa, o'sha davr bo'yicha oldindan arxiv ma'lumotnomasi olishga harakat qiling. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiya ishim bo'yicha staj va qo'shimcha to'lovlarga asos bo'lgan ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman. Mazmunida ariza yozing. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak? Qaysi ma'lumot bazada ko'rinadi? Qaysi hujjatni arxivdan olish zarur? 4-qadam. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. Arizada to'liq ma'lumot yozing. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha paytdagi familiya, korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'lim yoki sex nomi. Qanchalik aniq yozsangiz. Arxiv xodimlari ma'lumotni shunchalik tez topadi. Men 1995-1990 yillarda zavodda ishlaganman degandan ko'ra, 1996 yil may oyidan 1991 yil sentabr oygacha falon zavodning falon sexida operator bo'lib ishlaganman desangiz, natija yaxshi bo'ladi. 5-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, aynan oylik summalari ko'rsatilgan ma'lumotnoma so'rang. Ba'zi odamlar faqat staj ma'lumotnomasini olib keladi. Keyin ish haqi kerak bo'lib yana arxivga qatnaydi. Shu sababli ariza yozayotganda ishlagan davrim va ish haqi miqdorlari to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb alohida ko'rsating. 6-qadam. Hujjatlarda xato bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana farq qilsa, ismning yozilishi mos kelmasa,
buni pensiya jamg'armasi xodimi bilan muhokama qiling. Ba'zan FHDYodan ma'lumotnoma yetarli bo'ladi. Ba'zan arxivdan aniqlashtirilgan javob olish kerak bo'ladi. Ayrim murakkab holatlarda sud orqali yuridik faktni belgilash talab qilinadi. Bu qo'rqinchli emas, lekin vaqt oladi. Shuning uchun kechiktirmang. 7-qadam. Qaramog'idagi shaxs uchun qo'shimcha to'lov talab qilayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni to'liq tayyorlang. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, mehnatga layoqatsizlik yoki nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, zarur bo'lsa daromad yoki ta'minot holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Aniq ro'yxatni pensiya jamg'armasidan oling. Chunki holatga qarab talab farq qiladi. 8-qadam, ariza topshirganda albatta ro'yxatdan o'tkazilganini tekshiring. Arizangizning kirim raqami bo'lsin yoki elektron murojaat yuborgan bo'lsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Bu juda muhim, chunki keyin men topshirgan edim degan gap emas. Aynan ro'yxatdan o'tgan sana va raqam sizning dalilingiz bo'ladi. 9-qadam, javobni yozma shaklida oling. Agar qo'shimcha haq hisoblanmasa, sababini yozma so'rang. Hujjat yetarli emas, mazkur davr tasdiqlanmadi, ma'lumotlar mos kelmadi, qo'shimcha to'lovga huquq aniqlanmadi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Yozma javob bo'lsa, siz keyingi qadamni aniq bilasiz. Qo'shimcha hujjat olib kelasizmi? Arxivga borasizmi? Yuqori tashkilotga shikoyat qilasizmi yoki sudga murojaat qilasizmi? 10-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksa insonlar arxivga borishga, elektron murojaat yozishga, hujjatlarni nusxalashga qiynaladi. Farzandlar buni mayda ish deb o'ylamasin. Ba'zan bitta to'g'ri ariza ota-onangiz pensiyasini o'yiga sezilarli oshiradi. Bu esa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun katta yordam bo'ladi. Bugungi asosiy ogohlantirish shuki, pensiyaga qo'shimcha haq, ustama yoki qayta hisoblash ko'p hollarda faqat tasdiqlovchi hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Mehnat staji, ish haqi, zararli sharoit, qaramog'idagi shaxs, nogironlik, familiya o'zgarishi, eski ish joylari bo'yicha hujjatlar to'liq bo'lmasa, pul hisoblanmay qolishi mumkin. Eng katta xato keyinroq qilaman deb yurish. Hujjatni qancha erta tekshirsangiz, huquqingizni shuncha tez himoya qilasiz. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotlaringizni, qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga boring, ariza yozing, arxivga murojaat qiling, yozma javob oling. Sizning pensiyangiz, sizning qonuniy haqingiz, uni hujjat bilan mustahkamlash esa eng to'g'ri yo'l. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmagan? Pensiya jamg'armasi nima degan? Arxivdan ma'lumot oldingizmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bitta ulashilgan video kimningdir pensiyasiga qo'shimcha pul qo'shilishiga sabab bo'lishi mumkin.